İgىlىنىشچە, Yaponiya, Amerika ve ئەنگىلىيەنىڭ بېيجىڭ 2022 yıllık qışlıq ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنى diplomatik بايقۇت قىلىش قارارىغا ماس ھالدا ھەرىكەت قىلىشنى پىلانلىغان. كيودو agentligining xabariga qaraganda, hukumat 2022 yılı 2 ayda o'tkaziladigan بېيجىڭ qishliq ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىگە رەسمىي كابىنېت ئەزالىرىنى ئەۋەتمەسلىكنى o'ylashib yetibdi. Amerika ve ئەنگىلىيەنىڭ Xitayning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa kishilik huquq dafsandichiligi sababli بېيجىڭ ئولىمپىكىنى diplomatik boyqut qilish qarorining Yaponiyaga ta'sir ko'rsatganligi o'tirib qo'yildi. Dünya bozorlari Xitoy virusining Omikron variantiga munosabatlik taraqqiyotlarni yaqindan kuzatib turganda, yuqumning Xitoydagi ishlab chiqarishga ko'rsatgan ta'sirimi o'zini ko'rsatishga boshladi. Xitoyning ishlab chiqarish markazlarining biri bo'lgan Beyjingdagi nurg'un shirkatlar yuqum sababidan ishlab chiqarishni to'xtatdi. Nikaragua Tayvan bilan bo'lgan diplomatik munosabatini uzgandan keyin Xitoydan 1 million korona vaksinasini topshirib olgan. Nikaragua yaqinda Tayvan bilan bo'lgan diplomatik munosabatni uzib, bir Xitoy siyosatini qo'llaydiganligini e'lon qildi. Xabar qilinishicha, Angliya bosh ministri Boris Johnson Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishganda, Ukrainaga tajovuz qilishning og'ir oqibatlar keltirib chiqaradigan strategiyalik xatolik bo'ladiganligini o'tirib qo'ygan. Angliya bosh ministri ishxonasining bayonotiga qaraganda, Johnson Putin bilan telefonda suhbatlashgan. Xitoyning janubidagi Guangdong o'lkasida bir odamda qush sukumining H5N6 turining bayqalganligi xabar qilindi. Yana bir tarafdan Xitoyning Tianjin shahrida tunji qatim koronavirusining Omikron varianti bayqaldi. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Rossiyadan Yevropaga so'zilgan Shimoliy Iqin 2 tabiiy gaz turba liniyasining hozirgi vaziyatda tijorat kenishkisi ololmasligi mumkinligini aytdi. U bayonotida navbatda bu turba yo'li tasdiqlanmasligi mumkin, chunki u Yevropa energiya qonunining talabiga mos kelmaydi. Yana kelib bexatarlik masalasi yanada kun tartibda dedi. Xitoyning Shandong o'lkasidagi Yantay shahri dengiz qirg'og'ida 14 xodimi bor bo'lgan bir yuk paroxodi cho'kib ketgan. Bu qo'rqinchli voqeada 9 paroxod xodimi o'lgan bo'lib, yo'qolib ketgan 2 odamni izlash va qutqizish xizmati davomlashmoqda ekan.